Sir William Henry Bragg 1862-yil 2-iyul kuni tavallud topgan ingliz fiziki. Fizika bo'yicha 1925-yilgi Nobel mukofoti sovrindori. Tarixda yagona ota va o'g'il Nobel mukofotiga sazovor bo'lishdi. 7 yoshida Bragg onasidan ayriladi. Shundan so'ng u otasi bilan birgalikda Leicestershire shtatidagi Market Harborough shahriga ko'chib o'tadi. U yerda dastlab amakisi William Bragg tomonidan tiklangan mahalliy gimnaziyada va 1875-yildan Men orolidagi Qirol William kollejida tahsil oladi. 1880-yilda William 17 yoshga to'lganida Kembridjdagi Trinity kollejida o'qishga kirmoqchi bo'ladi va u yerga imtihon topshirishga boradi. Ammo kollejdagilar uni yosh deb hisoblab, o'qishini 1 yilga orqaga surishadi. 1889-yilda u London qirollik jamiyati a'zosi etib saylanadi. Keyinchalik Sankt-Peterburg ordeni ritsari qo'mondoni bo'ladi. Rengen tomonidan rengen nurlari kashf qilinganidan ko'p o'tmay 1895-yilda Bragg Adelaidada birinchi rengen trubkasini yig'adi. 1904-yil yanvar oyida Yangi Zelandiyaning Dunedin shahrida Avstraliya fan taraqqiyot assotsiatsiyasi yig'iladi va Braggga astronomiya, matematika va fizika sohalarida assotsiatsiya prezidenti etib tayinlashni taklif etishadi. Birinchi jahon urushi boshlanishidan oldin Bragg yana 5 ta klassik asar yozadi. Ularni u o'g'li bilan birga hamkorlikda amalga oshiradi. Ilmiy tan olishdan tashqari o'zining harbiy ishlanmalari uchun Bragg Britaniya imperiyasining eng zo'r ordeni va 1917-yilda Buyuk Xoch qo'mondoni unvoniga sazovor bo'ladi. 1920-1922-yillarda William Henry Bragg London fizika jamiyati prezidenti, 1925-27-yillarda esa fizika instituti prezidenti bo'ladi. 1930-yilda Bragg nafaqat Britaniya fanidan eng muhim shaxslardan biriga, balki milliy qahramonga ham aylanadi. O'sha yili qirollik jamiyati uni ko'pli medali bilan taqdirlaydi. Bu eng yuqori mukofotdir. 1916-yilda u Rumford mukofotiga ham sazovor bo'ladi. 1935-yil Bragg 73 yoshida qirollik jamiyati prezidenti etib tayinlanadi. U rengen nurlarida kuzatiladigan yangi hodisaga qiziqish bilan bog'liq so'nggi maqolasini 1941-yilda yozadi va uni Nature jurnalida nashr etadi. 1942-yil 10-mart kuni u kasallikka chalinadi va undan 2 kun o'tib dunyodan ko'z yumadi.